Men chizgan kamalak zo'rmi? Men tayyorlagan siyohdan chizgan kamalak o'xshabdi. O'zingni qo'shasan-a? Qo'shuvmanda. Voy! Rasmga qarab, bolalar bilan salomlashmabmiz. Assalomu alaykum bolajonlar. Salom to'polonchilar. Bugunchi tabiatning eng chiroyli hodisalaridan biri kamalaklar haqida gaplashamiz. Chizgan rasmingga ko'z va chiroyli qosh qo'ysaki bormi? Atlas ko'ylak kiygan Musbatoy paydo bo'lib qoladi. Musbatoy? Atlas deganingga o'ylab qoldim. Balki to'quvchilar atlasdagi ranglarni kamalakka qarab chizishgandir. Bo'lishi mumkin. Qani, bir tarixni o'rganaylik-chi. Balki taxminimiz to'g'ri chiqar. Bo'pti. Qadimgi Yunon mifologiyasida kamalak osmon bilan yer o'rtasidagi yo'l hisoblangan ekan. Xitoyliklar esa kamalakni samoviy ajdaho deb o'ylashgan. Lekin bular qadimgi odamlarning o'zi o'ylab topgan ertaklari. Bolalar, siz kamalak qachon paydo bo'lishiga ahamiyat berganmisiz? Kamalak faqat yomg'irdan oldin yoki keyin paydo bo'ladi. Kamalak ko'rinishi uchun esa yomg'ir bilan birga bulutlar orasidan Quyosh bobo qarab qo'yib nur sotish kerak. Quyosh boboning nurlari yomg'ir tomchilarida o'tadi. Tomchi xuddi prizmaga o'xshab, quyoshning nurlarini qizil, oloq rang, sariq, yashil, havorang, oq va siyoh rang nurlarga ajratadi va rangli tasma hosil bo'ladi. Birinchi bo'lib kamalakning nima ekanligini Arastu tushuntirib bergan. Kamalak moddiy jism emas, balki optik hodisadir degan. Yana bir gap, yomg'ir tomchilari qanchalik yirik, tumanloq bo'lsa, kamalak ranglari shunchalik yorqin, lekin ingichkaroq bo'ladi. Bordiy tomchilar mayda bo'lsa, kamalagimiz keng, lekin biroz xira bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, kamalakning rangi, shakliga qarab, qanday yomg'ir tomchilari osmondan yerga tushayotganini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Tabiatning har bir hodisasi qadimdanoq odamlarni turli kashfiyotlarga o'rgatgan. Masalan, hozirgi vertolyotning shaklini minachidan, samolyotnikini qushlardan o'rganishgan. Bu giyohlarning shakli esa naqshlar chizishda ishlatilgan. Osmondagi kamalakning yorqin ranglari mato to'quvchilarni ilhomlantirib, atlas matosi paydo bo'lgan bo'lsa ajab emas. Yomg'ir quyosh bilan birga shamol ham essa bormi? Shamol deysanmi? U bulutlarni u yerdan bu yerga haydab, hamma yomg'irni tomchilarini uchirib yuboradi-ku. Keyin qanday qilib kamalakni ko'ramiz? Mayli. Oldin kamalakni tomosha qilib turamiz. Keyin birdaniga shamol esadi. Keyinchi xayolpara. Keyin maza qilib parrak uchiramiz. Yaxshi, ketdik. Parrak esa uchiramiz. Bo'pti. Keyin ertaga osmonning qog'oz ishlari, varraklar haqida gapirib beramiz. Hechqisi yo'q. Men bitta she'r bilaman. Shuni aytsam, darrov shamol ezib, varraklarimizni tepaga uchirib ketadi. Aytdingizroq. Shamol, baring jamol, varraklarni olib ket. Qani, bo'lmadi-ku. Ozgina kut. Kel, shamol eskungacha varraklar haqida bolalarga gapirib beramiz. Kelishdik. Ip bog'lab uchirilgan qog'oz moslamalari haqidagi ma'lumotlar eramizdan avvalgi 2-asrga tegishli. Varraklar har xil buyumlarda gazlanma, qog'oz, bayroqlar, barglar, o'simlik shox-shabbalaridan yasalgan. Agar bilsangiz, varraklar odam qo'li bilan osmonga uchirilgan eng birinchi samolyotlardir. Osmonga uchirilgan buyum har doim har xil ko'rinishga ega bo'lgan. Uning aniq bir andozasi bo'lmagan. Kimdir uni kapalak, yana boshqalar ajdarho, to'rtburchak, uchburchak shaklida yasashgan. Bilasizmi bolalar? Xitoyliklar varraklarni qanotsiz uchar ajdaholar deb atashgan. Bolalar, siz hozir mazza qilib uchiradigan qamishli varraklarchi 12-13-asrlarda o'ylab topilgan. Qog'oz o'rniga esa mato qo'yib ko'rilgan. Hozirgi varraklarning ajdodlari bolalar uchun emas, kattalarga deb yasalgan ekan. Tinib tinchimagan odamlar ulkan varraklar yordamida biror buyumni
yuqoriga ko'tarishga harakat qilishgan. Lekin o'ylaganlari amalga oshmagan. Kutilgan natija bo'lmagach, varraklarni bir chetga surib, boshqa buyum ustida bosh qotira boshlashgan. Oradan biroz vaqt o'tgach, chang bosib yotgan varraklarni olimlar topib olib, ilm-fan yo'nalishida ishlatishgan. Ya'ni 18-asrga kelib, havo namligi, haroratini o'lchashda varraklardan keng foydalanilgan. Qadimda odamlar varrakda uchishga urinishgan desam, ishonasizmi? Ishonavering. Osmon va falakka ko'tarilishni orzu qilgan olimlar ulkan varrak yasab, unda uchib ko'rishga harakat qilishgan. Va hozirgi siz biladigan delta planning buvasini ixtiro qilishgan. Hozirgi varraklarning turlari shunaqangi ko'pki, bizda 5 qamish, laylak, 3 qamish kabi varraklar urf bo'lsa, xitoyliklar jonivorlar shakliga o'xshash varraklarni yoqtirishadi. Menga o'zimning varraklarim yoqadi. Ayniqsa shamolda dardaragi baland ovoz beradi. Varraklardan hozir ham keng foydalanishadi. Bilasizmi, bolalar? Varraklarning tug'ilgan kuni nishonlanadigan sana ham bor. Oktyabr oyining 2-dam olish kunida butun dunyoda varraklar kuni nishonlanadi. Bizda esa bahor kelishi bilan ozgina shabada esa bo'ldi. Darrov qog'oz, qamish, yelim, dum uchun mato olib varrak yasashni boshlashadi. Ajina! Tur! Tura qol! Shamol esyapti, varrak uchiramiz. Voy, mening varragimni olib olibsan. Ber uni. Bu meniki-ku. Chalkashtirib yubordim. Sen chalkashtirding. Endi nima qilamiz? Hech qisi yo'q. Kitlarning muhrini olib kelsam bo'ldi, shatta. O'zimning varragimga gul bostirib olaman. Muhr? Ha? Nima degani u? Savol beravermasdan yugursang-chi. Baribir ular haqida ertaga gaplashamiz. Ha, bo'pti, men ketdim. Endi varraklarimiz hecham adashib ketmaydi. Mening varragimga ko'p chiroyli naqshinkor gul bosilgan. Hozir men sizga ko'rsataman. Ha, bilgan edim. Keldingmi? Keldim. Qaragi varragimni zo'rmi? Aytgandim-ku, kichiklar o'rtog'imga aytaman. Shatta gul bosib beradi deb ishonmaganding. Mana ko'rding? Endi varraklarimiz adashib ketmaydigan bo'ldi. To'xta. Sen bilgandim deb nimani aytding? Nihoyat gaping tugadi. Mening varragimga naqsh bostirmasligingni bilgandim deb aytdim. Senga ham kerakmidi? Juda gul bo'lmasa ham katta qilib ayruv belgisini bostirib bersa zo'r bo'lardi. Mayli, men zamonaviy chikkarlardan foydalanaman. Zamonaviy? Ular kim? Kim emas, nima? Ya'ni istagan tasvirni qog'ozgami, matogami, idishgami bir zumda bosib beruvchi printerlarni nazarda tutdim. Ularni tushundim. O'sha aytgan joyingga yetib borgunimizcha, bizning kichik tomoshabinlarimizga chikkarlar haqida gapirib beramiz. Kelishdik. Chikkarlik, ya'ni matoga gul solish juda qadim zamonlarda vujudga kelgan. Ustalar yog'och qoliplarga turli naqshlarni o'yib tushirib, ular yordamida paxta yoki ipakdan tayyorlangan matolarga gul bostirishgan. Xuddi muhr bilan qog'ozga belgi qo'ygandek. Bu san'at turi O'rta Osiyoga Buyuk Ipak yo'li orqali kirib kelgan. Bilasizmi buni? Qadimda O'rta Osiyo chikkarlari bezagan dasturxonlar, choyshablar, kiyim-kechaklar Rossiya davlatlariga eksport qilingan ekan. Sababi-chi, tayyorlagan mato pishiqligi, tabiiyligi, ranglarining o'chib ketmasligi va shaklining betakrorligi bilan ajralib turar ekan. Matoni tayyor holga keltirguncha chikkarlarning ustaxonasidagi mis qozonlar, xovoncha, tarozi, sopol xumlar, suv haroratini o'lchovchi asboblar, tayoqchalar va qoliplar tinmaydi. Oshpazlar qozonda ovqat tayyorlashsa, chikkarlar matoni pishirishadi. Mato chiroyli pishishi uchun achchiq tosh kuni, maydalangan mosh, paxta yog'i, un va yana qancha narsalar solinishi kerak. Xo'sh, paxta yog'i, un deb adashyapti shekilli deb o'ylamang. Chindan ham tabiiy rang tayyorlashda mana shu narsalardan foydalaniladi. Temir qirindisini ham ishlatishadi. Ayniqsa, qora rang chiqarishda mana shu qirindi juda ham kerak. Uni qayerdan olishadi? Deyapsizmi? Temir qirindisini pichoqni o'tkir qilib charxlaydigan amakilardan olishadi. Shunday qilib, temir qirindisidan qora,
yong'oq po'stidan sariq va jigar rang, anor po'stlog'idan qizg'ish ranglar tayyorlanadi. Eng muhimi gul bosish. Buni siz ham sinab ko'rishingiz mumkin. Hozir ko'rinishidan muhr, pechatni eslatuvchi o'yinchoqlar juda ham ko'p. Ulardan birini tanlab, oppoq dasturmolingizni bir chetiga bostirib oling. Bostirishdan oldin siyohga tekizib olishni unutmang. Xuddi menga o'xshab. Mana, Voy, yana nima qilding? sening varragingga imzoimni qo'ydim. Zo'rmi? Juda zo'r. Faqat nega manfiyning varragida musbat belgisi turganini tushuna olmay turibman-da. Chunki u mening belgim shunga. Endi bu haqda jar solaman, reklama qilaman. Qaytib qoling, qoling. Tayyor belgilar bor. Bo'ldi, qulog'imni teshmaray deding-ku. Qanaqa jarchi? Qanaqa reklama? Bularning hammasi haqida ertaga gaplashamiz, ketdik. Bo'pti. Qoling, bir-biridan chiroyli bukurlar bor. Sotaman, ketaman. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. Bo'ldi qiling. Nega? Qulog'ini teshib yubording-ku. Sen aralashma, men biznes bilan shug'ullanyapman, bilding? Hoy, birpas shoshmay turgin. Xaridor yo'q-ku baribir. Bugun sen bilan reklama haqida gaplashmoqchi edik. Darrov esingdan chiqdimi? Qiziqsana, men nima qilyapman reklama qilmasdan? Bu reklamaning eng birinchi ko'rinishi agar bilsa. Voy, shu ham reklamami? Yo'da, bu yoqqa baqirib yuribsan-ku. Reklama lotincha so'z bo'lib, qichqiraman, jar solaman, bildiraman degani bilding? Ana endi bildim, tushundim. Demak, ilk reklamachilar o'zimizning jarchilar bo'lgan ekanda. Ha, endi o'zingga kelding. Kel, xaridorlar yig'ilguncha reklamalar tarixini o'rganamiz. Kelishdik. Bolalar, siz televizor orqali ko'rsatiladigan tarixiy filmlarni ko'rgansiz, to'g'rimi? Ana shu filmlarda xonning farmonlari haqida ot mingan jarchilar jar solishadi. Reklama eng zo'r tarqagan joy bu bozor hisoblangan. Sababi u paytda hozirgi uyali aloqa vositalari, televizor, radio, gazeta, internet bo'lmaganda odamlar jarchilar, ya'ni zamonaviy til bilan aytadigan bo'lsak, marketologlar yordamida savdo sohasida qanday o'zgarishlar bo'lganini, bozorga qanday yangi mol, tovar kirib kelganini va narxini bilib olishgan. Shuningdek, soliqlar qabul qilingan farmonlar to'g'risida ham aynan jarchilar jar solishi yordamida odamlarni ogoh qilishgan. Buyuk sohibqiron Amir Temur ham bu san'at turidan foydalangan desam ishonasizmi? Ishonavering. U kishi Shahrisabzda qurdirgan Oqsaroy koshonasining peshtoqida kimki bizning shon shuhratimizni ko'rmoqchi bo'lsa, biz barpo etgan imoratlarga nazar solsin deb yozib qo'yilgan. Bu jumlani o'qigandan keyin sizda tarixga bo'lgan qiziqish uyg'onadimi? Uyg'onadi. Amir Temur qurdirgan binolarni o'rgana boshlaysizmi? Boshlaysiz. Reklamaning asosiy maqsadi ham shudir. Biror narsa haqida xabar berish va qiziqtirish. Qadimda Osiyo bozorlarida ishlagan sarroflar, ya'ni zamonaviy tilda aytsak, bankirlar turli yurtdan kelgan savdogarlarning pulini almashtirib berish uchun o'sha kungi valyutalar orasidagi farq, tafovutni, ya'ni kursni taxtachaga yozib ilib qo'yishgan. Hozirgi valyuta kurslari bo'yicha beriladigan reklamaning tamal toshi, ya'ni fundamentida aynan o'sha sarroflar qo'yishgan. Reklama hozir siz biladigan televizor, radio, gazeta, jurnallar yoki internet olamidagi xabarlar shakliga yetib kelgunga qadar judayam uzoq yo'lni bosib o'tgan. 1650-yilda London gazetalaridan birida yo'qolgan otlarni topishda yordam beradiganlarga pul mukofoti tavsiya qilingan reklama e'loni bosib chiqarilgan. Ana shundan keyin ichimliklar, shokoladlar, dori-darmon va har xil mollar haqidagi reklamalar ko'payib boravergan. Reklama haqidagi birinchi qonun esa Germaniyada 1886-yilda qabul qilingan. Qara, bir odam kelib, sen qo'ygan narsalarga qarayapti. Sotib olmoqchi shekilli. Zo'rku! Shoshmang! Men sizga Dedrez mahallasida tayyorlangan ajoyib qozonchani ko'rsataman. Zo'r
e'tibor ketib qoladi. Degrizlar va antiqa qozonlar haqida esa ertaga gaplashamiz. Bo'pti. Tomboshida tog'ora, tog'orada zog'ora. Zag'orani yopolmay, topmay, jo'liga bir ovora. Zo'r qo'shiq. Rostdan ham zo'r qo'shiq. Qozonni doira qilib chertyapsanmi? Hali bugun qozonlar to'g'risida gaplashamiz-ku. Balki zog'ora ham pishirib yuboramiz deb ashula aytib o'tirgan edim. Bu qozonlarda hamma narsani pishirish mumkin. Qani ketdik. Qayerga? Degrizlar mahallasiga. Degrizlik, cho'yangarlik, cho'yan eritib, undan turli buyumlar quyish kasbi. O'zbekiston hududida juda qadimdan cho'yandan qurol aslahalar qo'yilgan. O'sha davrlarda hunarmandlar miltiq nilini, zambarak o'qini, kamonlar uchun o'qlar va hatto zambarak ham qo'yishgan. Bu buyumlar o'zining mustahkamligi bilan ajralib turgan. Lekin degrizlar hamma zamonda ham qurol yasashmagan. Bu to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun ular cho'yandan ajoyib qozonlar qo'yishgan. Bundan tashqari qadimda qo'l yuvish uchun mo'ljallangan va hozirgi suv jomraklari o'rnini bosuvchi obdastalarni, kechqurun xonangizni yoritib turuvchi tunchiroq o'rnini bosadigan qora chiroq poyalarni yasashgan. Mana shu kasb bilan shug'ullanadigan odamlar yashaydigan mahallachi degrizlar mahallasi deb atalgan. Kimga qozon yoki boshqa bir uy ro'zg'or buyumlari kerak bo'lsa, darrov degrizlar mahallasiga kelib buyurtma berishgan. Qarabsizki, ko'z ochib yumguncha qozon va boshqa uy ro'zg'or buyumlari tayyor. Ming afsuski, cho'yandan quyilgan buyumlar zax yerlarda zanglashi sababli arxeologik qazilmalar orasida cho'yan buyumlari kam uchraydi. Hozirgi muzeylarda saqlanayotgan cho'yan buyumlari taxminan 15-16-asrlarga tegishli. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma asarida cho'yan quyish jarayonini yozib qoldirgan. Bu mehnat uchun juda katta kuch, sabr, aniqlik kerakligi alohida aytilgan. Men sizlarga aytsam, hozir telekanallarda reklama qilinayotgan, chet eldan keltirilayotgan sabzavotlarni yog'siz pishirish mumkin bo'lgan tovalar, qozonlar qadimgi degriz ustalar tayyorlagan quyma qozon retsepti asosida tayyorlanadi. Shunday ekan, do'kondan zamonaviy qozon olganingizda uni tayyorlash jarayonida qadimgi degrizlar usuli borligini unutmang. Musodday, yur, biz ham cho'yan eritib ko'ramiz. Mayli, faqat meni kutib tur, hozir kelaman. Qayoqqa ketib qoldi bu? Tezroq kel! Yana bu yerda turib qolib ketmay. Boshida tog'ora, tog'orada zog'ora. Zog'orani yopolmay, cho'laka bir ovora. Bo'ldi, tayyor bo'l, ketdik. Voy, Musodday, o'zingmisan? Voy, nimalarni taqib olding? Temir patnismi? Uni nima qilasan? Bu patnis emas, sovut bilding. O'zimni himoya qilish uchun taqib oldim. Voy. Temirni eritayotganingda menga sachrab ketsachi. Ketdikmi? Ha, shundaymi? Yaxshi o'ylabsan. Qayerdan olding? Nomini sovut dedingmi? Ha, sovut. Hozir seni himoyalash uchun temir patnischalar topamiz. Sovut haqida esa ertaga gaplashamiz.